bironta rasm yoqib qoldi, lekin buni sizga bu tarafda emas, bu tarafda turgani kerak. Ya'ni buni jufti kerak, ikkinchisi ham kerak. Buni qanaqa qilamiz? Buni kopiya qilib olamiz. Xohlasangiz Wordga, xohlasangiz PowerPointga qo'yib olasiz. Mana Wordga tashlab olamiz. Mana bu yerda tayyor. Yana boshqa rasmlar ham bor. Xo'p, qo'yganingizdan keyin rasm bu yoqqa qochib ketmasligi uchun formatda obtekanga qilib olsangiz yaxshiroq bo'ladi. Po konturu qilib olaman. Xohlasangiz buni kattalashtiring, xohlasangiz mana uzun qo'ng'iroq qog'ozingiz to'ldirib va ikkinchi tomonini qilish uchun buni kopiya qiling. Xuddi shuni kopiya qiling va yoniga boshqatdan buni ham qo'yib oling. Kopiya qilganingizdek, lekin endi mana ikkita bir xil. Ikkalasi ham va buni mana bu yerda formatga kirasiz. Formatga kirganingizda mana bunaqa повернуть bo'limi bor. O'sha yerda отразить слева направосini bosasiz. Shunda rasmingiz mana shunaqa bo'lib qoladi.